Samarqand shahar markazidan 1 metr kvadratini 15 million so'm ham demaymiz. 12 million so'm ham demaymiz. 11 million so'm ham demaymiz. Mayli keng 9 million so'mdan 1 metr kvadrati. Samarqand shahar markazidan kvartira xarid qilaman desangiz, kvadrat metrini 11 million, 12 million, 15 million, hattoki 20 milliongacha ham olsangiz bo'ladi. Lekin men sizga juda ham yaxshi taklif bermoqchiman. Deyarli salkam tayyor xonadon 1 metr kvadrati 9 million so'mdan yetmaganiga bo'lib to'lashga ham olsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir batafsil tushuntirib beraman. Ushbu xonadonimiz Samarqand shahar markazi, ya'ni Titova ko'chasida joylashgan bo'lib, 7 qavatli mutlaq pishig'ishdan qurilyapti. Ushbu majmuamizda 3 ta blokdan iborat. Birinchi blokimiz tom qismi yopilgan, ikkinchi blokimiz 6-qavatga kelgan va 3-bloklarimiz esa 1-qavatda joylashgan. Istagan bloklaringizdan xonadon xarid qilsangiz bo'ladi. Bu metr kvadrati 11 million, 12 million emas. 1 metr kvadratini 9 million so'mdan kamida 30% boshlang'ich to'lov qilib va qolgan qismini 12 oydan to 24 oygacha bemalol bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki izohlarda plus belgisini qoldiring.